Assalamu alaykum. Ben təbrikləşləyiz mümkün. 11 may günü ciyərli oldum. Minus kan atrisatılniyədi. Ülkem. Okul tərəfləmə, kan tərəfləmə ummam, amma bulmadı. Həmmə şəraitləri yaxşı ikən. 2,5 il oldu. Hamladar bu yürüyədi. Tursun Ayapke ginekologumuz 2 ayın içinde hamladar etib verdi. Yine tuğuşlam şöyle Firuza doktor əməl aşırdı. Tuğdurup verdi. Yaxşı ciğəniniz? Rəhmət. Ciğənim həm yaxşı, singlim həm yaxşı, həmməsi yaxşı, Xudağa şükür. Bugün də hazır uji palata teatrla azam biləyinə. Akşam doğaydı. Həmməsi yaxşı, həm də xürsəm. Kəttə rəhmət həmmənizə, işlərin sağlamət. Ana bala klinikəni təklif etəmə əmməgə gəlinlə. Zor, acayip ekan, mamlalarım, həmməsi yaxşı. Uylamavadım, lakin yarım saatda doğaman deyib. Katta rahmet. Selamun aleyküm. Şu klinike doğrusunda bir ağzım gap söyleyecekmen. Bu klinike doğrusunda ben danışlarımdan işittim. Öte tecrübeli, mutaxassisler, rahbariyat, şu mладший personal, dım özünü tecrübeli derecede görsətədilər. Şunun için bu klinikəni mən həmməyə tavsiyə etəməm. Bu klinike doğrusunda söylesem, doktorlarından ta medsestralarca ali tayfəliləməsi. Şunun üçün mən bu klinikaya gəlib özüm liçna davalanğanman Tursunay doktorda. Keyin şu raddomunda məni ciğənim doğdu. Dım tavsiyə etəmən şu raddomunu, ana ve bala klinikasını. Yine bir minnettarçılığımı bildirecekmen rahbariyete, starşısına, starşısı bir de Dilfuza Han, öte dereceli de med personalını tayarlagan. Şana verinler, çünkü bazı bir yerlerde medsestralar даже addi bir proseduranı bilmediler. Lekin bir yerde ben indi maqtaş emas, öz yüzüm bilen görüp podelиться da. Хочу podelиться. Ortaklaşatırsınız. Neçin desəz siz bir mərtə emas, bir neçə mərtə gəlgənsiz. İndi hazırda ciğəniz bilen raddomunda. İndi mən sizə açıqman bir de i ginekologiya, i urologiya, i travmatologiya, həmmə bölümlerini indi mən hazır həmmə bölümlerini aytıp çıksam, ne deydi ona doğru reklam emas bu. Bu действительно bulup durğan общий bir iş bu. Bu işini yürütüş rahbariyete bağlıqdan. Şunun için rahberler bir de öte yaxşı bir mutaxassislarını toplagan, cemleyen. Şunun için korkmayın. Bu klinikaya gelip bilesizler. Даже laboratorный nelerim на высшем уровне analizleri. Çünkü bazı bir yerlerde laboratuvarlı исследованияларны işletiş için reaktifler yok desemem boladı. Bu reaktiflerini tapışan öte bir ne deydi bir maşakkatlı bir iş. Şunun için həmmə personala bugün yine 12 may ben həmmə şu ana ve bala klinikası personalına Çin kalbimden təbrikliməm. Bunlara uzak ömür, sağ salametlik, ailevi baxt, işlerine muvaffakiyet. Allah'dan ne niyetleri olsa erişsinler. Bu klinikaya minnettarçılığımı bildiremem bu anı. Assalamu alaykum, hurmatli Umida Hanuz kanalı kuzatuvchiları. Bugün ülkemizde 12 may ve bütün dünya hemşirelerini bugünkü ayyamları bilen tebriklep kalaman. Ve 12 may aynen hayatlarınızda sizde doğulgan gününüzden buluşu mümkün. Bugünkü təvəllüd ayyamları nişanlattırganlaram. Həmməsini ayyamlarınız mübarək olsun deyəm. Və mən çırlaxananın aldında durubman. Surcumət ana ve bala klinikası болады bugün efirlarınızda. Aynen sizlerini her bir günleriniz tuğulgan günle nişanlanadı. Her bir günümüz ganimet. Bugün ise çakalak kütüp durganlarını həmməsini esan aman kollarına öz fərzəndlərini asılla deyəm. Ana bala klinikasında ise həmmə şəraitlər mücəssəm və bugünkü gündə yenə sizlərə ana bala klinikası Kulayev olsun şəraitlərimizdə
ovqatlanish tartiblarini ham, ovqatlanishni ham yo'lga qo'yibdilar. Endilikda sizlar ona bola klinikasiga kelib, farzand kutish uchun ham, bu yerda davolanishlaringiz uchun ham pitaniyadan umuman xavotirlanmasangizlar ham bo'ladi ekan. Chunki ona bola klinikasi endilikda aynan o'z pitaniyasini yo'lga qo'ygan va ovqatlanish tartiblarini ham tuzib berdilar. Ona bola klinikasidan chetib kelaman deydigan bo'lsangizlar, Urganch shahrimizda yagona vokzal va avtovokzal bor, temir yo'l vokzallari. Shuni yonida joylashgan. Bu yerdan esa 5-19 avtobuslari o'tadi. Hozir esa bularni yangi yo'lga qo'ygan pitaniyasini danışib o'tamiz, shart-sharoitlari bilan danışamiz va ona bola klinikasini o'zgarishlari haqida bugun ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Sizlarni Surjumet ona bola klinikamizdan ko'rganimizdan xursandmiz. Avvalambor bugun xalqaro hamshiralar kuni bilan barcha hamshiralarni tabriklaymiz. Siz ham tabriklaymiz Dilfuza. Yine işi kesibdan necha yildan beri xizmat ko'rsatib keltirsiz, Ona bola klinikasida kelsangizlar, shu Dilfuzani tutaverasizlar. Girgan vaqtlaringizda bu yerda resepsiyon, qabulxonasi, UZI, EKG bor. Lekin ko'pincha UZIlarimiz o'zi 2 xonada-ku. Yo'q, bizda barcha uzilarimiz, masalan, ginekologlarimizda hammasini qo'lida diplomi bor, uzi bo'yicha. Ginekologlar yanına borgandan UZI apparatlar bilan ta'minlab qo'yibsizlar. Hammasini uzi apparatlar bilan ta'minlab qo'yibmiz. Bemalol ginekologning ko'rikida uzisini, konsultatsiyasini olishi mumkin. Yine Dilfuza bir de gelgan vaqtida bemorlaringiz xursand bo'lib turibdi. Endi bugün katta narsa yo'lga qo'yibsizlar. Pitaniyani. Ha, biz 3 mahal pitaniyani yo'lga qo'ydik. Hech qanday ko'chaga chiqib, qiynalib, ovqat olamiz deb yurmaydilar. Hammasi 3 mahal ovqat bilan ta'minlangan. Uzoqdan kelganlar ham masalan, endi ovqat olib borishim kerak deb yurmaydilar. Yo'q, yurmaydilar. Zo'r yine. Endilikda sizlar ona bola klinikasiga kelgan vaqtlaringizda pitaniya bo'yicha umuman muammo etmaysizlar ekan, chunki 3 mahal ovqat bilan ta'minlanadi ekan. Faqat tug'ruq OPB tug'ruq tomondagilarmi yo o'zi umuman hammami? Barcha hamma yotgan joyda necha bemor yotilsa hammasi ovqat bilan ta'minlanadi. 3 mahal. Dilfuza gang ish yerda 1-2 bemorlaringizdan so'rab ko'rik, sizlarda pitaniya bilan bo'lsa. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Ko'zlaringiz aydin. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Kecha 11-may kuni keldi. Tabiiy tug'ruq, og'riq bilan keldi bu bemorimiz. Tabiiy tug'ruq bilan chaqalog'imiz dunyoga keltirdi. Kecha keldim. Yo'q, hammasi yaxshi, zakonli ekan. O'ylamadim ham, yarim soatning ichida doğdum. Hech narsa bo'lgani yo'q. Sharoitlar ham zo'r, ajoyib ekan. Ovqatlari hamma pitaniya mo'jiza turibdi. Eng asosiysi shu. Opag'am, balam sog'lom. Katta rahmat doktorlar hammasini. Shunday deb qo'li yengil doktorlar Satqana doktordi. Ona bola klinikani taklif etaman hammaga. Kelinglar. Zo'r, ajoyib ekan, muomalalari hammasi yaxshi. O'ylamadim, lekin yarim soatda doğaman deb. Katta rahmat. Bo'pti, siz ham katta rahmat. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Lekin rostdan o'zi yarim soat. Bilmay qoldim. Umidabga kecha ikkinchi tabiiy tug'ruqimiz, birinchisi bilan gaplashdik. Endi ikkinchisi tabiiy tug'ruqimiz. Bizning ona bola klinikamizni tanlab adashmadingizmi? Nechik sharoitlarimiz, hamshiralarimiz yaxshi qarab turibdimi? Assalomu alaykum. Ona bola klinikasini men 2024-yildan beri bilaman. Tursunoy ginekologda 2-3 yildan beri ayollarga xos kasalliklar bo'lsa, o'zimdagi kechadigan kasalliklardan hammasini shifo topib kelaman. Keyin tug'ruqimga ozgina vaqt qolganda kelib sharoitlarni hammasini kuzatdim. Lyuks palatalarini ham, oddiy palatalarini ham hammasi ko'nglima o'rnadi. Oldindan doktorlar bilan gaplashib ketdim. Ayka doktor meni kecha tabiiy tug'ruq bilan tug'ishimga yordam berdi. Ming rahmat. Katta hamshiralarim, katta doktorlarim ham, sanitarkalari ham hammasi o'zini qizidan ko'rib, erkalab, sevib, balani ham, o'zimni ham yaxshi qarab turibdilar. Hammasine rahmat. Pitaniyasi ham yaxshi ekan. Akşam geçte gelmedik. Azanda zavtrakını yedik.
Rahmet. Tabii tug'dirishda umuman qiynalmadim, Allohga shukr. Hamma taklif etilsin tabiiy. Tabiiy Hammani tug'ishni. tabiiy tug'ishga taklif qilaman. Assalomu alaykum, hurmatli eldoshlar. Men bugun 12 may hemşireler günü bilan barcha davlatimizdagi Xorazm xalqidagi hemşirelarni tabriklayman. Bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Birgalikda sog'lom ishlab yurganmiz. Sizlar bizani o'ng qo'llarimiz silahi. Va shu 11-12 may kunlari tuqqan meni qizlarim bor. Memura, Gulasal, Yoqutjon, Maryamjon. Sizlarni ham tabriklayman chaqaloq bilan. Birgalikda 9 oy davomida shu qizlarni homiladorlik vaqtida qaradim. Allohga behisob shukr. Oq yuzli bo'lib, sog' salomat farzandlarini tug'dirib oldik. O'zimizda ona-bola klinikada. Bizani klinikada siz bepushtlikka qarshi davolanishingiz mumkin. Bunda men sizga Tursunay Bahadirovna oliy toifali reproduktolog yordam beraman. Men o'z ustimda ko'p ishlab, ko'p oilalara avvalam Allohim sababchi bo'lib farzand ne'matini ulashdim va shu ulashgan qizlarim ichida so'ng o'tirib o'ylandimdan qani shu qizlarni bir yinglab ko'ring qani mendan jallim bo'ladi ekan deb tasavvur qildimdan shunday chiroyli qizlarimiz bilan tushgan rasmlarni qo'ydik. Bu joyda ko'pchiliklari 8 yil davomida, ko'pchiliklari 1 yil, ko'pchiliklari 10 yillar besplodya, ya'ni bepushtlik bilan yurganlar va hozirda homilador. Ba'zi qizlarimizda ikkita aytib ko'rsatganmiz, ular egizak. Allohga behisob shukr. Hali qo'yilmay qolgan qizlarimizning rasmlari dim ko'p. Bu yerda ham 20 dan ziyod rasmlar. İnşallah Xudo xohlasa, nasib qilsa bularni ham qistiraman. Agarda sizni bepushtlik qiynayotgan bo'lsa, farzandsizlik muammolari bilan yurgan bo'lsangiz, bemalol kelishingiz, murojaat qilishingiz mumkin. Yana bir yangilik, hozir ko'pchilik qizlarimiz biladi. Men may oyida klinika jamoasi bilan birgalikda operatsiyalarimizni skidga qo'ydik. Skidga degani bu sifatni pasaydi yoki bo'lmasam qandaydir bir yaxshi natija bo'lmaydi degani emas. Skidga bu oilalarni o'ylagan holda ulara yordam tariqasida qilinadigan operatsiyalar. Kimnidir ijtimoiy kelib chiqishidan qiynalib shu operatsiyalarni o'tirolmay turgan bo'lishlari mumkin. Unda bizning klinikamiz bunga yaqindan yordam beradi. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Operatsiyani barcha turdagilari hozir aksiyada va skidkada. Bundan ulgurib qolinglar, hurmatli ayollar. Va bizning klinikamizda lazer muolajalar ham bor. Lazer muolajalarimiz turli tartibda bo'ladi. Bunda bize to'liq analizlara ishongan holda, to'liq asosiy dalillar bilan birgalikda analizlarni qilib, keyin davolash yo'llaridan o'tamiz. Hurmatli ayollar, bilasizlar, menda UZI ham bor. UZI haqida o'zimni shaxsan o'qigan diplomlarim ham bor. Xohlasangizlar hammasini bir chetdan ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Kolposkopiya, reproduktologiya, estetik ginekologiyani imенно koreyalik mutaxassislardan o'qib o'rganganman va albatta UZI 6 oylik kursunda prekvalifikatsiya qilib o'qib olganman. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Sizlarni Tursunay Bahadirovna ona-bola klinikasida kutamiz. Bugun 12 may xalqaro hemşireler kuni bilan klinikamizni barcha xotin-qiz ayollarini chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ularga uzoq umr tilaymiz. Ishlarida ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Klinikamiz hemşirelerini, Surcimet klinikasının hemşirelerini, bugünkü bütün dünya hemşireler günü bilen tebrikleyimiz. Ularga sağlık, salametlik, ailevi tinchlik, vaqt saadet tilaymiz.